Bobolar ko'zdan gapki indamay uyga borsak o'ldiradi degan. Go'zal shirin lahzalar esdan chiqmas o'lguncha. Er-xotin urushida ko'rmali qurguncha. Uylanib yigitcha to'y ham o'tib ketibdi, to'ydan keyin kecha yigit ichib kelibdi. Yigit kirdi eshikdan, nozik qizga tashlandi, qiz ham qochdi-yu birdan qo'llashmoqchi boshladi. Yigit dedi, to'xtagin, qaynatmagin qonimni, qo'limga tutsang agar chiqaraman joningni. Jon boricha qochdi kelin, axiri charchab qoldi. Kuyov ana shundan keyin kelinni ushlab oldi. Ana endi bu kecha qanday o'tar buni hamma biladi. Ya mashhur ham biladi. Ertasiga sho'rlik qiz onasiga arz qildi. Kecha meni kuyovingiz yuna borib qon qildi. Nima bo'ldi jon qizim? Yomon ekan yigitcha. Bir boshdan gapirchi, nimalar bo'ldi kecha? Ishga kuyovingiz avval rosa quvlar ushlab olib to'yga qadar urdilar. Ro'molimni oldi-yu bog'lab qo'ydi qo'limda. Aylantirib soldi-yu to'kartirdi ko'zimda. Nega qochding? Uying kuygun, sal indamay turganda xotin bo'lsang, eringga aytganini qilgin-da. Nima qilay, oyijon yog'dan qo'zg'atmadi va alikash kuyovingiz tonggacha uxlatmadi. U quvlar men qochdim, charchash nima bilmadik. Kuyovingiz bilan tonggacha halo-halo o'ynadik. Uylanmagan boydolar halo-halo o'ynamay hazillashib, Peterning ichida birovning qizini qo'llamaydi deb qolamiz. Yana bitta shu mavzuda bu she'r undan bu 3-chi qismida endi men yakuniga o'tib qo'yibman. Buni oldingisi ham